Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men yana Toshkent viloyati Beg'or tumanidan Sharifjonman. Do'stlar, bugungi sanamiz 15-yanvar 2026-yil. O'zim xonadonimdan qilyapman bu videoni. O'zimda ekin maydonimga 12 sotixlik ekin maydonimga ona bog' tashkillashtirib qilyapman. Bu ona bog'imiz mana ekin maydonimiz 12 sotixdan iborat. Bu yoqqa to'rga 2 sxemada ko'chatlarni ekib chiqdik. Kober 5BB ko'chatlarini qator orasi to'r bo'ldi. Uzumlarimizni ko'chatlarimiz orasi 2,5 bo'ldi mana. Mana kober ko'chatlarimiz bular. Hammasiga 90 tup ko'chat ketdi. Kober ko'chat. Hammasi kober bo'ldi mana. Koberlarimiz do'stlar. Bular hammasi kober mana. 90 tup ko'chat, kober ko'chatni ekdik. Mana shu koberlar. Kober ko'chatini ekishdan maqsadimiz do'stlar, filakseriyaga yaxshi chidaydi hamda xloroz bo'lmaydi o'zimiz. Xlorozni hammamiz yaxshi bilamiz. Xloroz barglarda yashil rangi yo'qolib, sariq ranglar paydo bo'lishi va bular quyosh nurida kuyib ketadi barglar. Fotosintez jarayoni bo'lmay qoladi barglarda. Natijada hosildorligimiz ham yaxshi bo'lmaydi. Kuzga borib kaltaklar pishmay qoladi. Mana shu kober ko'chatlarimiz do'stlar. Mana kober ko'ryapsizlar. Tomiri o'ta yaxshi. Juda kuchli o'suvchi. Filakseriyaga yaxshi chidamli kober ko'chat. Filakseriya o'zi nima deganda, filakseriya bu Yevropadan tarqagan narsa, hasharot. Hozirda hech kim javob bera olmaydi. Ko'p yangi navlar Yevropadan kirib kelyapti. Qalamchalar bilan qo'shilib kelib qolish ehtimoli juda yuqori. O'shaning uchun mana shu koberlardan foydalanyapmiz mana. Koberlarda ozgina tarixiga nazar soladigan bo'lsak, koberlar 1896-yil vengriyalik Zygmunt Teleki tomonidan seleksiya qilingan 5BB deb seleksiya qilingan. Seleksiya nomeri 1904-yilga borib Avstriyalik Franz Kober tomonidan qayta seleksiya qilinish natijasida yanada buni kuchaytirib Kober 5BB nomini olgan. Buni tomiri oziqa kanallarining usti 2 qavat juda qalin to'qimalardan iborat. O'shaning uchun filakseriya buni tomirlarga zarar yetkaza olmaydi do'stlar. Tomir o'ta qattiq bo'ladi. Stalnoy simga o'xshaydi, qayrilmaydi ham bular tomir. Mana u esa o'zimizda o'sha o'zidan tomirlatilgan ko'chat mana. Bularda tomirida oziqa kanalining usti 1 qavat bo'lsa, bularda 2 qavat to'qimalardan iborat bo'ladi koberda. Juda zich bo'ladi 2 qavat to'qimalar. Bu o'zimiznikida o'zidan tomirlatilganlarda o'zimiznikida 1 qavat bo'ladi. Shuni hisobiga filakseriya buni tomiriga zarar yetkaza olmaydi, kober tomiriga. Mana bu ko'chatimiz mana juda katta. Ko'pchilik mendan so'rashadi, ko'chatlaringiz necha yillikdir? Ko'chatlarimiz 2 yillik bo'ladimi, 3 yillik bo'ladimi, joyidan boshqa joyga ekkaningizdan keyin 1 yillik hisoblanadi u. Doim eslatib tutishimiz kerak shu narsani. O'sha 2 yil joyidan o'sib turib 3-yilga boshqa joyga qo'yadigan bo'lsangiz, ekadigan bo'lsangiz, 1-yil hisoblanadi bunga. Hech qachon
3 yillik deb bu yoqqa eksangiz hosil solib ketavermaydi. Eng mukammal ko'chat mana shu 1 yillik ko'chat bo'ladi. Buni ekkaningizdan keyin ham 2 kunlik 3 kunlik qoldirib kesib ekish kerak. Mana shu holatda bo'ladi mana. Ekilish. Rivojlanishi yaxshi bo'ladi buniki. Mana qarang do'stlar gaplar. Mana shu ekin maydonimiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yanada xudo xolasa bu yilga 2026-yilda rejalarimiz katta. Yangi navlar olib kelganmiz. Ularni ham payvand qilish jarayonlarini to hosili pishguncha videolar chiqarib boramiz. Bizdan yiroqlashmang do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.